qismliq əslimizning birinchi qismining davomini anglatamiz. Sen meni qandoq odamsan desang, men degan haqiqatning mushtimi? Efendim, bizning harbiy kakarlarimiz kuchidan qaldimi? Biz Gomindangning pagon kakarlarini taqimsaq bo'lmamdi. Sen ve manga o'xshash mang'idigan yo'lni topolmayotganlar endi g'aflat uyqusidan uyg'onishimiz, qadimizni ruslashimiz, insoniy qadr-qimmatimiz, erkinligimiz uchun kurash qilishimiz lozim. Bu vazifalar yoshlarimizning xalqning oldidagi eng muhim burchidir. Men Xinjiang xalqining vakili, asosiy qonun loyihasiga qarta konkret fikr bermoqchiman. Men deb qo'yay, Ahmet efendim, sizlerden 100 hasi köp adamın korçap ucum kılışı uçursu mu, kılçı korkup kalmaydı. Meni başlap kelgan xodimning tunishtirishni kutmayla, u voy degenicha o'ngdisiga yiqilib o'shidan ketdi. Men qaynonamni hech qachon bundaq holatda ko'rarman deb o'ylamagan edim. Özümni xilili g'ayratlik, har qanday azobga bardoshlik bera olmayman deb hisoblaydim. Bu yerga kelishdan burun o'zimga tasalli berib, qaynonam bilan ko'rishganda, mayli qanday bo'lsin, o'zimni yo'qitib qo'ymasligim, ichimdagi qayg'u hasratlarimni osonlikcha chandirib qo'ymasligim kerak deb ideyamda tayyorlik qilib kelgan edim. Biroq bu tayyorliklarimning hammasi birdila ko'pikka aylandi. Men әмді hər qanda qılıbmı özümni tutub olmadım. Ön selib yığılğan peti özümni atdımda qaynanamni yo'ladim. Bir hazadan keyin qaynanam as hushiga kelib o'rnidan oran turdi. Etikimga yepishib turgan ikki bolamni quchoqlab bag'riga ching bosdi. Bolalar ko'z oldidagi bu manzardan qo'rqib ketib, ovozini chiqara olmadi. Qaynanam texmi esankirab o'zini faqat to'xtatolmay, holidan ketib, yana bosug'iga yiqilib tushdi. Bolalarni yetilab, qaynanamni yo'lashtirib uyga akirdik. Qaynanam har qancha qilsimi o'zini tutib olmaydi. Kan ustiga silingan ikki parcha eski tekimakning ustida o'zini uyoq-buyoq tashlab, chashlarini qamalganicha zarlanadi. Jinim bolam, anangni hasratga qo'ygan bolam. Bo'yingni bir ko'rsatib oqqan yulduzdekli o'shding'o bolam. Meni do'zax o'tiga tashlading'o. Meni tashlab ketishga qandoqmi chidagansan? Yuzingni oxirgi bir rat ko'rolmadimg'o bolam. Qaynonamning nolilari ichida mening allaqachon qurib bo'lgan yoshlarim yana boshqadan taramlab to'kiladi. Azob ichida esa deb yig'laydim. Bechora ayol kunlarning birida o'z o'g'lini ko'rishni naqadar orzu qilgan. Talay kecha ko'z yummay o'g'lining yo'liga qanchalik talmirgan bo'lg'aydi. Afsus, mana hozir bu onaning o'g'li mangu kelmasga ketdi. Mehribon onaning qalbidagi orzu tilaklari ko'pikka aylandi emasmi? Kecha yig'izar bilan o'tdi. Men qaynonamga o'zimning Olmatuda bir ay doktorga ko'rinish bilan bo'lib, kechikib kelganligimni aytdim. Musibat xabarini bularga uqtirg'ilimi 10 kuncha bo'ldi, dedi bizga kechacha hamroh bo'lgan heliqi ayol. Texin necha kunning oldidala marhumga atab nazar berdik. Sharvan xindamning deyishicha, o'g'li bultur avgustda kelib uning bilan ko'rishib, bir necha minut turib ketib qolgan ekan. O'g'li o'ltirgan aeroplan taqib urilib kuyib ketdi deyishidi-ku. Bu xabarni texi yaqindila angladik. Bizning bilginimizmi mushunchilikla. Bu gapni anglab, hang-tang bo'lib qetibla qoldim. Bu ig'ir musibatning bo'lg'iniga 1 yil bo'lgan tursa, nima uchun Sovet hukumati marhumning o'z opsiga amdilatin anglatgandi? Ya ne знаю. Ruscha men bilmayman dedi. Heliqi rus kapitan mening atsa atiganda so'rgan savolimga javoban mo'rillarini qisib qo'yib, 3 kun ilgari sizni bu yoq akildiganligimni uqtirdi. Tashqi ishlar ministrligi men bu voqeaning Sibiriyada yuz berganligini, yaqinda sizlarning Jungodan bu yerga kelganliginglarni, sizlarni Yarkentga olib qo'yishimni buyurdi.
yo'lda bexatarlikinglarga mutlaq kepillik qilishimni va salomatliginglarga diqqat qilishimni aytdi. Hamda sizlarni yaratgan shaharlik hukumatga yetkazib qo'yib, darhol qaytishimni jikiladi. Yaratgan shaharlik hukumat sizlarning hamma ishinglarga mas'ul bo'ladi. Ben yaratgan shaharlik hukumatdagilar bilan aloqalashdim. Hamda sizlarni ularga topshirib beraman. Shuning bilan vazifam tamom bo'ladi. Haras. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi qiynoningizga musibat xabarini anglitib bo'lgandan keyin ondan sizlarni akilishni to'g'ri topganlik uchun sizlarning bu yerga kelish vaqtinglar kechikib ketganligini sizlarga deb qo'yishimni topildi. U xuddi bir muhim vazifani o'rinlab bo'lgandek cho'nqur tinib oldi. Kayniga 2 qadam dojib, maydasini tuz tutib, chiroyli qilib harbiycha chaspadida mengib ketdi. Qaynonam Sharvanam Ahmadjondan kichik, dada boshqa o'g'li Hokim bilan birga turdigan. Bu bola to'liq o'tiri maktabda o'qib yetibdi. Hokimning hadisi Tursunay yotliq bo'lib ketibdi. Shundaq qilib, qaynonam ikkimizning uzunga so'zilgan piyg'anliq mungdishishlarimiz boshlanib ketdi. Ana o'zining azob uqubat ichida tirishib o'tkazgan kechirmishlarini yig'lab turib so'zlaydi. Ushtum tutkelgan musibatdan elishib qalayli deb qolgan bu bechora onaning ko'zidan yosh qurimaydi. Qaynonam cheksiz qayg'u ichida qaynatam Nodir bilan o'tkazgan kunlari va Ahmadjonning bolalik davridagi ahvollarni bir-birlab so'zlab berdi. Uning aytib berishicha, aslida Sharvanam opam bilan qaynatam Nodirlarning uyi Yarkentda ekan. Shu vaqtlarda Chorosiya hukumati har bir oiladan bir odamni askarlikka yoki bo'zyer etish uchun Sibiriyaga majburiy avatish to'g'risida farmon chiqarg'achqa bechora xalq daki-duki ichida qolgan ekan. Birinchi Dunyo urushi portlash harbisida Chorosiya hukumati davlat kuchini kuchaytirish uchun har bir oiladan bir erni majburiy tutib yo bo'zyer etishga ya urush maydoniga avatish to'g'risida farmon chiqargan ekan. Shu malmonchilik yillarida O'rta Osiyo rayonidagi nurg'un puhralar uy makonlarini tashlab, yoqi yurtlarga qaytibdi. Bu dal Ahmad apandimning dadisi Nodir Mahmud toza quramiga yetgan vaqt bo'lg'achqa, uydagilar Chorosiya hukumatining uni tutib ketishidan ansirab, 1910-yillar atrofida 2 oilaning cho'nglari Nodir bilan Sharvanamning nikohini o'qib qo'yibdi-da, ularni darhol yiroqlarga qochib ketishga undabdi. Tun qorong'usi bo'lgan bir kechada Nodir yangi olgan kelinchak Sharvanamni elib, mahalladagi bir qancha yoshlar bilan birga qochib ketibdi. Ularning ba'zilari xotin bolalarini elib olibdi. Yana ba'zilari o'zi yolg'iz yo'lga chiqibdi. Ular xatarga tavakkul qilib, Eli daryosi bo'yiga yoshirin yetib ketdi-da, kechlab chegaradan o'tib, Jungo tarafga kelib olibdi. Oradan uzoq o'tmay, Nodirning enisi Nosirmo G'uljaga qochib ketdi. Men jangal yesida bir oy turish jarayonida Ahmadjon haqida ilgari anglab boqmagan nurg'un ahvollardan xabardor bo'ldim. Qaynonamning hasratlik bayonlari mening bu aslimamni yezishimga qimmatlik material bo'ldi. Buningdan 50 necha yil ilgari qaynonamdan marhum o'g'ilning bolalik chog'lari haqida anglaganlarim hali ham yodimda aniq turibdi. 3. O'zi tavrigan bo'shik. Men Sovet ittifoqi chegarasidagi Yarkentning jangal yesida turgan kunlarimda oramizga suhbatlarning biror jumlasimi Ahmadjondan chetlab ketmadi. Men har kuni degudek qaynonam Sharvanamning yonida o'ltirib, o'g'li Ahmadjonning bolalik davri to'g'risidagi so'zlarini anglaydim. O'zimmi bir ona bo'lg'achqa, bu mehribon onaning qalbida dengizdek to'lqinlayotgan bosh oxiri yo'q orzu armonlarning nimalardan iborat ekanligini his qilolgudek holatda edim. Qaynonam bilan ikkimizning orasidagi uzun suhbat Ahmadjonning dunyoga kelishidan boshlandi. Ahmadjon Qosimi 1914-yili 4-oyning 14-kuni, ya'ni Sayshanba G'ulja shahrining
To'g'ri Ko'vrik mahallasidagi O'stang yoqisida oddiy bir oilada dunyoga kelgan ekan. Suallarimning oyga chiqmay turibla qaynanam ko'z yoshlarini surtib etib, ulug' kichik tinib oldida gapini boshladi. Atiyaz pasli. Qarmuzlar tig'i erib bo'lolmagan kunlarning bir kechisi meni qattiq to'lg'oq tutib ketdi. Yenimda dadasi bilan 2 yoshli qizim Jannat buvidan boshqa odam yo'q edi. Dadasi mening bu holimni ko'rib, almon-talmon chapinini kiydi-da, sirtqa yugurib chiqib ketdi. Birdamdan keyin dadasi mahalladagi tug'ut onasi Hoshixon hadini boshlab ketdi. To'lg'oq azobida tarbiyasib, tinmay ingraytdim. Tong otarga yaqin bola sog'-salomat tug'ildi. Meningmi ko'z oldim pallada yo'rib, yeniklab qolgandek cho'nqur tatdim. Hoshixon hada bolani avaylab zakaga oldi-da, menga uzatganicha "O'g'il, o'g'il" deb varqirab ketdi. Buni anglab cheksiz baxt tuyg'usiga cho'mdim. O'g'limga qarab faqat qonma etdim. Bu vaqtning peshonasi keng, qo'shumisi ching turilgan. Qop-qora yo'g'on ko'zlari parqirab turadi. Yumron eg'izni umchaytib, beshni to'lg'ashlari odamning maslikini keltiradi. Uning ingalgan ovozi bizning bu sovuq uyimizga cheksiz xushallik elib keldi. Hoshixon hada qo'lini yuvib etib, o'ylig'i chiqdi-da Nodamga xush xabar yetkazdi. Bolaning o'g'il ekanligini anglagan dadasi Nodam beshi ko'kka yetgandek bo'lib, qin-qiniga patmay xushal bo'lib ketdi. Sharvanam opam so'zlab etib bir narsalarni yodiga olgandek pisingida kulib qo'ydi-da, so'zni davomlashtirdi. Dadasi Nodam yonchiqdan allaqachon tayyorlab qo'ygan qizil latini chiqarib, odatimiz bo'yicha uyimizning ishkiga shalpar esib qo'ydi. Bu xabar To'g'ri Ko'vrikdagi kichikgina mahallaga birdamdila tarqalib ketibdi. Saharda masjiddan chiqqan jamoat Nodamni muboraklashibdi. Og'aynilardan "Axunim Karushan, Mahmud bidiklar." Hey Nadir Satrash, mana balangmi ishki bo'ldi. Amdigu yurtga mashrab o'tkazib berasa, yuzimni qililishib ketibdi o'sining. Bo'lmasa, bultur qishda Abdul Xodikning uyida mashrabdan 2 to'qash o'g'irlab olganligini ma balangga deb qo'ymiz-jumi? Deb chaqchaq qilishibdi. Sharvanam opamning bayonlarini anglab etib, quloq tuvimda mashrablarda aytildigan eli sanimi yangragandek bo'lib, ko'nglim yayrab ketdi. 7 kundan keyin bolaga ism qo'yish uchun bir necha mo'ysipitni chaqirdik. Ismni qo'ygan Hizim mollam oyat o'qig'ach bolani kangdagi kigizda domlatqinida tug'ilganiga amdilardan bir necha kun bo'lgan bu vaqt tuyuqsiz ko'zlarini yo'g'on ichib, atrofda bo'layotgan ishlarni bilayotgandek hammaga nazar solgandek qaraydi. Buningga maslikka kelgan Hizim mollam bolani bag'riga bosqinicha dariza oldiga bordi-da, parlab turgan quyoshga qarab, "Talay peshonang o'ng bo'lsin, bolam. Manziling quyoshga o'xshash nurliq bo'lg'ay. Allohning cheksiz olimida hidoyat topqaysan, bolam" deb duo qilib, uningga Ahmad deb ism qo'ydi. Biz Uyg'urlarda odatda o'g'illarni erkiltib, ismning oxiriga Jon deb qo'shib chaqiramiz. Bu bolaning ismiga Jonni qo'shib Ahmadjon deb atadik. Uyga kelgan jamoat yugak ichida ko'zlarini mo'ldirtib yotgan kichikkin Ahmadjonning baxt talini tilab duo qilishdi. Qizim Jannat buviga hech qaysimiz diqqat qilmabdimiz. Chiroyli qizim birdam yenimda pushildab o'ltirsa, yana birdam dadasining atrofida parvandek agib yuribdi. Qandaqdir o'zicha qaysi bir naqshiga g'ingshiydi. Ish qilib umi biror ish qilib berishni o'ylayotgan bo'lsa kerak. Mehmonlarning qo'liga suv berman deb, abduvini ko'tarib mengishga yiqilib tushdi. Qattiq tushib ketdimi yoki mehmonlardan izzat tatdimi, pangida etilib yig'lab ketdi. Bu gaplardan keyin Sharvanam opam chiroyiga kulki yugurtib, gapini davom qildi. Men bolamni bag'rimga bosdim. Ahmadjon mendan ko'zni uzmay qaraydi. Uning keng peshonasini tinmay silaydim. Ko'zlarimdan baxt yoshlari to'kiladi. Jinim bolam, senmi mendek bir baxtsiz bo'lib qolmasang bo'ladi-ku deb ichimda Xudodan omonlik tilaydim. Mehmonlar ketgandan keyin qizim Jannat buvi o'zining qo'nchaq o'ynab ratlab qo'ygan
pokiz latib buruşlarını yenimga akilib elib, bir nimelerning halakchiligiga tushib ketdi. Dadisi men kechda besib tikib bergan muxurka xaltasidan bir chimdim muxurka ep, oldirmay yo'gaytdi. Qilin qalpiki bilan qog'ozni ho'llab, vil-vil yenib turgan mashdan cho'g' ep, o't tutashtiratdi-da, kuchab sho'raytdi. Uning g'amkin chiroyidan bir xil tashvish chiqib turadi. Qo'shni ayollarning ba'zilari tomoq etib akirsa, ba'zilari atgan joy akirib yo'qlashadi. Hash-bash degicha Ahmadjonning qirqi to'shib qoldi. Odatimiz bo'yicha uning qirqi suyini quydik. Qirqi suyini quyish uchun 40 tal kichik to'qach yoqdim. Har bir to'qachni bolaning bir kunlik rizqi o'rnida tayyorladim. Yana 40 tal chilan tepib keldim. Bu uning el-yurt, do'stlari bilan inoq o'tishni tilaginim edi. Uningdan boshqa 40 tal manfaatimi topdim. Bu uning keyingi kunlarining baxtli bo'lishi, so'zlarining tatliq bo'lishini umid qilganligim edi. 40 suyu quygan kuni bir qancha kichik balni chaqirib kirdik. Yoshqi cho'ngroq ikki ayol böşükning ikki yenida o'ltirdi. Böşükning o'ng yenida o'ltirgan ayol böşük ostidan o'ng qo'lini so'zib, "Enki mama" deb qarshi tarafdan narsa so'radi. Böşükning sol tarafidagi ayol oldin tayyorlagan yemekliklarni "Mana sana" deb böşük ostidan uningga berdi. Ondan bu ayol olgan tatliq turumlarni atrofida kulishib o'ltirgan bolalarga tarqitib berdi. Ya'ni cho'nglarning mushundaq qilishi bolalarning qo'li ochiq, mardani cho'ng bo'lishni tilganligi hisoblanadi. Uningdan keyin uşaq bolalarning har biriga bir qo'shiqdan ilman suv oldirib, balani yuydigan dasqa qo'ydirdik. Balani shu suv bilan yuyib bo'p, böşükka bilab qo'ydik. Nesivisini olgan kichik bolalar xushal bo'p, do'kirishib chiqib ketishdi. Ahmadjon uyquga ketdi. Biz bir necha ayol töven ovozda pichirlashib, parangsep o'ltirishdik. To'satdan kimdir biri, "Voy xudoyim, qaranglar, mono böşük o'zicha tavravotidi-ku, nima ish bu?" deb varqiravatdi. Keynimga burilib qarasam, rost degandek böşük o'zligidan tavrab etibdi. Men darrov berib böşükning yopqishini ochdim. Qarasam, 40 kunlik Ahmadjon xuddi bizning gapimizni anglab tushunayotgandek ko'zlarini parqirtib, bo'ynini to'lg'ab o'mcharab yetibdi. Buni ko'rib hammalarning amroqligi kelib ketdi. Hamda ajablanib, "Tova, mani qaranglar. Bu bola 40 kunlik turib, böşükni tavirtiyotidi. Cho'ng bo'lsa qaltis odam bo'lib, cho'ng ishlarni tavirtiyotadigan o'xshamamdi" deyishdi. Shundoq qilib, Ahmadjon hadisi jannat buvi bilan qish kunlari sovuqda titrashib, yoz kunlari o'stangning loy suyiga cho'milishib, mahalladagi o'zi dematlik bir to'p bolalar bilan tang cho'ng bo'ldi. Men qaynonamning o'tmish xotirlarini anglab etib, Ahmadjonning bolalik chog'larini o'z ko'zim bilan ko'rgandek bo'ldim. Bu oila o'sha kunlarda garchi boyashat bo'lmasmi, boriga shukr qilib, bir qacha tamoqni darqamda yeyishib, xotirjam yashagan ekan. Biroq keyingi kunlarda kutilmagan yerdan Ahmadjonning dadasi Nodir Mahmud bu olamdan vaqtsiz ketib qoldi. 4. Qaynatamning o'limi. 1922 yilning yoz oylari bo'lsa kerak, Suydandagi 105 bo'lib o'tgan bir boy o'g'lining xatnisini qildirishga Ahmadjonning dadasi Nodir Mahmudni chaqiribdi. Shundaqla obro'y qo'g'lashib, sunnat to'y bazmasiga G'uljidan Axunum Karushang, Abla Dumba qatorliq bir necha sazandini taklif qildi. G'ulji bilan Suydonning orliqi yiroq bo'lmag'achqa, ular vaqtida yetib beribdi. Sazandilarning kelishi boyga shon-sharaf keltiribdi. Nodir Axun bolaning xatnisini qilibdi. Har tarafdan kelgan mehmonlar bog'da sayli qilg'ach, masalik tamoqlarni yeyishib, toza yayrishibdi. Mehmonlarning talabi bo'yicha Nodir Axun, Abla Dumba qatorliqlar dutar tamburi chelib, muqam aytishibdi. Xalq naqshilari bilan bazma qilibdi. Nodirning makoni yo'q, kiyarga chaponi yo'q. Yurt ichi qurib ketdi, haydashga saponi yo'q. Nurbagning uyi nada, cho'ng ko'ra degan yerda, qilmig'ini qolmadi, o'lmadi haromzada. Nodir Axunning naqshilarini
zo'qi bilan tingshab o'ltirishgan xaloyiq tang balli deyishib maqtishibdi. Lekin shahar ichida Nodir Axunga uzundan beri hasad qilib yurgan bir muncha chidamaslar bir bahona tepib uni jaylab etishning qasdiga tushgan ekan. Ular Nodir Axunning Suydinga kelganligini obdan fursat deb bilib, kaynidan Suydinga o'g'irliqchi yetib keldi. Shu kuni mehmonlar tarqilib el oyog'i besiqqanda Nodir Axun qonalg'idan salqinlashqa sirtqa chiqishiga baya tilga ilingan asadxo'rlardan Qasim Jazonixo'r, ya'ni Qasim Komshami deyiladi. degan bir ablag Nodir Axunning kaynidan tuydirmay kelib, onunga pichoq sapdi va hech-besh degicha tomdan ortilib qechib ketibdi. Nodir Axun shu yerdala jon uzibdi. Nodir Axunning Suydongda qazo qilganligi haqidagi shum xabar bechora Sharvanam opamning qulqiga yetibdi. Sharvanam opam qon yig'lig'inicha as-hoshini yo'qotibdi. So'zlab mushu yerga kelganda qaynonam bir hazog'icha jimib ketdi. Xeyli uzundan keyin ig'ir xursinib so'zini davomlashtirdi. Tuyuqsiz kelgan qazodan nima qilishimni bilolmadim. 2 bolam texi kichik, o'lganning kaynidan tang o'lmak yo'q. Qayni inim Nasir xabarni anglab, derazaga selayotgan aynaklarni tashladi-da, menga 2 bolaga obdan qarashni jikilab, Suydinga qarab mengib ketdi. Berib qarasa, ko'z oldida yotgani akisining jasadi. Meyit kun atlasi yomon bo'ladi deydigan fatvo bo'yicha Nodir Mahmudning meyiti Suydondagi Langar shahidligiga dafn qilinibdi. Nasir Axun nahaq o'lgan akisi uchun yig'lab qaqshab g'uljaga qaytib kelibdi. Alak mulilla. Afsus, amdiki bu baxtsiz ayol o'zining birdan-bir tayanchidan ayrilib qoldi. Sharvanam opamning gapi mushu yerga kelganda men tasalli berib gap qistirdim. Ko'ngillarni yerim qilmaslar. O'tgan ish o'tdi. Ahmadjon 2 yilning oldida dadasining qabrisini jiq surishtirib, oxiri Suydongdan topdi. Dadasining beshida xatmi Qur'on qildi. Buni anglagan qaynonam Sharvanam yana bir tinib olib, "Voy, shundaqmi? Jinim bolamning ko'ngli qanchalik yerim bo'lgandi?" Oşu mudihiş qarang'u jamiyatda nadimi qonun, nadimi haqiqat bo'lsin. Boylarning gepi gap, qilg'ini qilgan. Sharvanam opamga o'xshash namratlarning gepini anglaydigan kim bor? Men pirildab yenib turgan jinchiraqning yinida Sharvanam opamning asratlik aslimalarini anglab etib, ixtiyorsiz ko'z yeshi qilatdim. U so'zni yana davomlashtirdi. Men taraf-tarafga chepib yurib, Suydongdagi boydan qotilni tepib berishni talab qildim. Boy qotilni tepib berish u yoqda tursin, aksicha itlarni qo'yib berib meni talatdi. Men bu yo'ldan qaytmay, yana Shangan yomiliq qotil ustidan arz qildim. Lekin hech kim mening zarimni tingshimadi. Razil qotil qechib izdiraksiz yo'qoldi. Mening arzimmi oqmadi. Menga faqat ko'z yesh qilishdan boshqa amal yo'q edi. 2 bolamni bag'rimga besib, Allohdan panohlik tilashdan boshqa nima choram bo'lsin deysiz? Qizim, Jannat buvi bilan o'g'lim Ahmadjon menga yepishib, umchib yig'laydi. Kallamda buningdan keyingi kunlarni qandoq o'tkazarman degan birla savol aytdi. Oilamiz bek namrat bo'lg'achqa, dadasining 40 nazrini beramadik. Azroq moy purtib quymoq soldim. Kelganlarning hammasi menga tasalli berib, alak mulillah deyishdi. Biroq Ahmadjon yanada go'dak bo'lg'achqa, bu ig'ir musibatni bilibmi ketamadi. Bir chaqda qarasam, bola yenimda yo'q. U mahalladagi bolalar bilan o'ynab talog'i chiqib ketgan ekan. Qandoqli bo'lmasin, u degan kichik bola-da. U tunurning ichiga tushib elib, dadasini do'rab qumishdan yasavagan sunini chelib o'ltirg'idek. Kichik dadasi Nasir tunurdan uni qulqidan tortgan peti so'rab chiqibdi. Ochiqida qochdig'i netchini sapdi-da, beliga oq potini yangi boshdan bog'lab qo'yibdi. Sharvanam opamning bu so'zlarini anglab etib,
mundaq bir vaqa ko'nglimdan kechdi. 1947 yili yozda o'lkalik birlashma hukumat parchalangandan keyin Ahmad apandim 3 viloyatning barliq vakillarini Urumchidan G'uljiga qaytirib keldi. Bu yer 3 viloyat inqilobining bazasi bo'lg'achqa atrof bir qadar tinjib qolgan edi. 9-10 oylarning bir kuni bo'lsa kerak, apandim ikkimiz qizimiz adolatni ko'tirib kechqurunligi Novigorod'dagi uyimizdan, ya'ni Stalin yo'li 4-ko'cha dadamlarning soy bo'yidagi uyga mangdiq. Odatda apandim sirtqa kichik mashinada muhabbatchisi bilan birga chiqatdi. Shu kuni biz cho'ng uyga hech kimga demay piyodalab mangdiq. Mashinamni chaqirmadik. Muhabbatchiga xabar qilmadik. Biz cho'ng yo'lni kesib o'tib, yo'l bo'yi paranglashib ketib boratdik. Birdamdan keyin kaynimizda bir necha odam paydo bo'lib qoldi. Dastlabda ularga diqqatmi qilmabdimiz. Ular borgan sari yaqinlab kelishiga ko'nglimda bir gumon paydo bo'ldi-da, Ahmadjonga asta ishorat qildim. Chunki Urumchidagi chog'larimizda Gomindang ishpiyonlari Ahmadjonga ko'p qitim qasd qilmoqchi bo'lib, kayniga kirib olgan edi. Heliqila borgan sari yaqinlab keldi. Apandim qadamini to'xtatdi-da, kayniga burilib kulimsirgunicha ularni kutib turdi. Apandimning to'xtag'inini ko'rib, heliqilamo joyida turibla qilishdi. Biroq orliqimiz yaqin bo'lg'achqa, ular o'zlarini o'ngishib olishga ulgurolmay, tangirqig'inicha o'ng'aysiz ahvolda qilishdi. Birdamdan keyin ularning ichidagi birisi salom berib, oldimizga keldi. Men yanala qo'rqinch ichida qizimni yo'gashtirib apandimning kayniga o'tib oldi. Assalomu alaykum apandim. Sizlarga deydigan muhim gapimiz bor edi. Öylärge berishga petin almadik. Biroq ko'rishmasak ko'nglimiz unimidi. Shunga sizlarga agishib bu yerga keldik. Apandim tamkinlik bilan u kishi bilan qo'l elishib ko'rishdi-da, ularning kimlar ekanligini so'radi. Biz bu yerda ovqat qilib jon beqiyotimiz desizlar. Avu titrak besib dojib turgan og'inimiz sizlardan qo'rqib turyotdi. Ko'rishmay ketay desa, texi ko'z qiymaydi deysizlar. Apandim bu gapni anglab sababini so'raydi. Heliqi kishi so'zni davomlashtirdi. Apandim, sizlar xalqparvar odam, fuqarolarning bosh panohi. Shunga qo'rqmay og'dillarga keladiq. Bu og'inimizning ismi Mamat. Buningda gunoh yo'q deysizlar. Bu yetimning dadisi jazonxo'rlik qilib, xalqning haqqini yegashga Xudoning jazosiga uchirdi. 10 yilning oldida boshqa xalq bilan jidallashib, o'z jiniga o'zi zamin bo'ldi. Bu og'inimiz u jazonxo'rning bolasi bo'lgan bilan askish qilmaydi. O'zining kuchiga tayinib kun ko'ryotdi. Silini bilib qolsa, mendan dadisining qisosini oladi deb qo'rqyotdi. Amdi qarsila. Rost gapni qilsaq, Qosim jazonxo'r degan odam bu og'inimiz teg'i tug'ilmagan chaqda suydingda shaytonning kayniga kirib, dadilari Nodirkamga qas. Bu gapni anglab, Ahmadjonning chiroyi shunchalik o'ngdiki, uning turqiga qarab, uni darhol milliy armiya komendanti, ya'ni shahar garnizoniga xabar qilib, bu kishining putqulini yerga tekkizmayla boradigan yeriga opirib yetarmikin deb qoldim. Apandim sal turib olgandan keyin ig'ir besiqlik bilan kayniga dojib turgan yeliqi kishining qo'lini tutib, siliq sipoyilarcha so'z ochdi. Qo'rqmang. Yaxshilik yaxshilik har kishining ishi. Yomonlik yaxshilik har kishining ishi debdikan. Men undaq nomardlardan emas. Mening dadam sizning dadangizning qo'lida jon bergan bo'lsa, boshqalar sizning dadangizning jinini opdi. Biz buni o'tmish jamiyatdanla ko'ramiz. Xalqimizni nodonlashtirayotgani ana shu mudhish koni jamiyat. Mana hozir biz yangi jamiyat quramiz deb kurash qilyapmiz. O'tmish jamiyatga sizmi, menmi mas'ul emas. Balki ashu davrning o'zi mas'ul. Bundaq ishlardan biz nima uchun ibrat olmaymiz? O'tmishda bo'lib o'tgan ochiq savoqlardan ibrat elishimiz kerak. Amdilikda bir-birimizga pichoq tanglashib, bir-birimizning jiniga zamin bo'lirgan ishlarga qanday yo'l qo'ya olamiz? Biz inoq, ittifoq bo'lib, nodonlik, ahmoqliklarga xotima berishimiz, yangi davr yaratishga to'kib qo'shishimiz lozim. Mehnatkash xalqimiz so'zsiz kelgusi davrning egilaridan bo'la oladi albatta. Bu gapni anglab,
chetda turgan Eliqa Mehmet ismlik odam o'zini tutib olmay pang'ida etilib yig'lab ketdi. Jinim efendim, men sizlar bilan ko'rishishga uzundan beri tashno edim. Bugun sizlar bilan oxir ko'rishdim. Men bir umr sizlarni oldilirdi gunohkor. Eliqa odamning ho'ngrak silib yig'lagan ovozi Gugumdagi mahallaning jimjitligini birdilla buzivatdi. Shunda qilib, bu bir necha kishi xo'sh deyishgan peti kayniga dajishib, qo'l qovushtirib turib qilishdi. Efendim, xo'shlashib qizimiz adolatni qo'limdan oldida Sayboyga qarab yo'limizga ravon bo'ldik. Har qanday kishi o'z jamiyatining tarixini esidan chiqarmaydi. Biz Urumchidan qaytib kelgandan keyinki bir mezgillik tinch kunlarda efendim dadisining 10 necha yil tashlanib qolgan qabrisini izlab surishtirib oxir topdi. Va Abduvali Jarulla bir necha obro'yliq mo'ysbit bilan birga dadisining Suydong langar shehitligida egisiz qolgan tuproq beshida xatmi Qur'on qildi. Qiynatam Nadir Mahmud 20 asrning 20 yillarida bir to'p yerlik xalq sozandalar bilan suratga tushgan ekan. Bu suratni Qo'ljidagi Sovet konsulxonasining yeniga joylashgan suratxonadagi suratchi tartgan ekan. Madaniyat zo'r inqilobi mezgilida xalq san'atkori Zikri Alpatta bu suratni menga akrib bergan edi. Men bu suratni hozirgacha saqlab kelyapman. Turlik ijtimoiy sabablar tufaylidan qiynatamning qabrisini vaqtida yo'qlay olmadik. Madaniyat zo'r inqilobining shiddatli bo'ron chapqinlari sal pasaygandan keyin tashlanib qolgan bu qabrni yo'qlashga muyassar bo'la oldik. 1984-yili atoqli san'atkorimiz Abduvali Jarullaning yo'l boshlashi bilan o'g'lim Odiljon va nevram Olmos Suydongdagi langar shehidligiga berib, qaynatam Nadir Mahmudning qabrisini izlab topdi. Yurtga nazar berdi. Qabriga obida tosh qo'ydi. Men ba'zida shundoq o'ylab qolaman. Mushu bo'lsa-mu, Ahmad afandimning ruhiga tasalli bo'la. 5. Kichik jannatim jannatmidi? Shunda qilib, qaynonam Sharvanam 2 bola bilan tul qapdi. Ularning beshiga ig'ir kunlar kelishga boshlabdi. Jannat buvi 9 yoshdan eshib, oqqarni farq etgudak bo'lib qolg'achqa, opisining birdan-bir mo'ndeshi va yordamchisi bo'lib qapdi. Bu qiz xuddi cho'ng kishilardek aqlliq, tamkin ekan. Opisining qo'liga qo'l, putiga put bo'ladi ekan. Opisi bilan doim halmon etishidi ekan. Inisi Ahmadjonga qaraydi ekan. Qisqasi, kech-kunduz opisining yenidan ayrilmay, dadisining yo'qligini bildirmaslikka tirishadi ekan. Qizning kundan kunga cho'ng bo'layotganligini ko'rgan ona ich-ichidan xushal bo'ladi ekan. Aradan birer yilmi o'tmay, bu betalay onaning beshiga yana bir kulpat kepti. Ahmadjonning hadisi jannat buvi tuyuqsizlik kalti yutildigan bo'lib qapti. Ba'zida qattiq yutilib, yuzlari qizib, nafsi bo'g'ilib ketadigan. Kechalari qizib tallaydigan, hatto qon tukurdigan bo'lib qapti. Yo'qsizlik tufaylidan qaynonam qizini davoltishga zodila chami yetmabdi. Jannat buvining kesli bag'ansiri ig'irlashibdi. Uni qutqizib qilish uchun Sharvanam opam mahalladagilarga dam soldiribmi beqibdi. Isiriq silibmi beqibdi. Biroq Jannat buvining beshiga kelayotgan bu ajalni to'sib qolamabdi. Kundan kunga ojizlab ketayotgan bu narsidini qutqizib qoladiganiga ko'zi yetmagan onaning ko'zidan yosh quramabdi. G'ayriblik bosgan bu uyda ko'ni yotqanga purkinib yotgan Jannat buvining u olamga ketayotganligi hammaga ayon bo'pti. Jannat buvining sarg'ayib ketgan chiroyi, nursiz ko'zlari aslidami miskinlik ichida turayotgan onaning yuragini ezib, pora-pora qilib etibdi. Shu kuni kechasi jinchiroq pilildab borgansiri g'uvolishibdi. Jannat buvining isib ketdim, tallayotman-ku, yotqanni ilvatgina opa degan so'zi onaga qilgan eng oxirgi bir jumla so'zi bo'lib qapti. Atiyozning judulliq kunlarining birida mashdan chiqqan istutak kishida xuddi Azroil kep bu narsida qizni u olamga akitayotgandek tuyg'u paydo qiladi ekan.
shunchalik uzun tuyulgan bu kechida Sharvanam opam uni buni qilib beqib, hech bir chora topolmay 8 yoshlik Ahmadjonni hadisi Jannat buvining qishida o'ltirg'izib qo'yibla, dod faryod qilib, qo'shnilardan yordam tilab sirtqa yuguribdi. Qaynonam bir necha ayolni boshlab qaytib kirsa, kichikgina Ahmadjon opasini to'rab hadisi Jannat buvining og'ziga qo'shiq bilan suv quyayotgan ekan. Lekin Jannat buvi ko'zni ching yumgan peti un-tunsiz yotgan. Qulum qo'shnilar bu holni ko'rib, nima qilarini bilolmay o'diqib ketishibdi. Ba'zilari darhol og'ziga suv elib, Jannat buvining sarg'ayib ketgan yuziga purkibdi. Xuddi birisi Jannat buvini o'limdan qutqizib qoladigandek. Ular qo'lidan keladigan hamma charni qilib beqibdi. Kichikkina Ahmadjon qo'rqqanidan bir chetda dong etib qopdi. Hech kimning uningga qarashga cho'lisi tegmabdi. Tong otarga yaqin Jannat buvi olamdan o'tibdi. Sharvanam opam janjigar qizining bu dunyoda jannat huzuri surishini orzu qilib, uningga Jannat buvi deb ism qo'ygan ekan. Amdilikda uning bu orzusi to'zg'aqdek to'zib, yurak parisi jannati mangulik ketib qopdi. Sabiy qizining chiroyli bo'y turqi, tatliq so'zlari, o'moq chiroyi, kepinakdek o'ynagan usullari kech kunduz onaning ko'z oldidan zodila ketmabdi. Baxtsiz ona qo'shnilarning Jannat buvi bilan tang dematli qizlarining churuqshib o'ynayotganligini ko'rganida, o'zining qizimi xuddi hozirlik qaytib kelib, mushu yerda paydo bo'ladigandek turgan yerda qaytibla qoladi ekan. Har qancha qilibmi, bu ichinishli reallikni qabul qilolmaydi ekan. Doim osmonga qarab, kichik jannatim jannatdamidu deb unsiz nola qiladi ekan.